qonun tomonlama jazosi yo'q bu narsani. Yo'q. Qonun qanaqa qilib jazolash mumkin? Yo'q, menimcha statyalar yo'q. Qanaqa qilib? Yo'q. Yo'q, 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 yo'q. Yo'q, bemalol qilsa bo'ladi emas. Men ginekologlar bemalol qizlik pardasini tikish mumkin yoki o'sha kapsulalarni sotishi mumkin deb aytolmayman. Chunki bizda diniy qadriyatlar bor, o'zimizni o'zbekona qadriyatlar bor va nima deydi, vijdon taraflama ham kimnidir oilasiga yolg'on narsa olib kirishga yordam berib olsa. Bu narsadan bu harom ish. Diniy tarafdan harom ish. Qonun tarafdan qanaqadir bir nakazaniyasi bor yo'qligini bilmayman, lekin diniy tarafdan ham nima deydi, shunaqa narsa aytilganki, bu dunyoda qanaqadir yomonlik qilsang, shu yomonlikni olmasdan turib betdan ketmaysan degan. U ginekologga ham o'zini o'g'il qizlari bordir, jiyanlari bordir. Ularga ham shunaqa tikilgan yoki o'sha kapsula qo'ygan kelinlar kelib qolishi mumkin. Alloh asrasin. Men shu narsadan qo'rqaman. U qonun jihatdan menimcha bu narsa belgilanmagan.